Allo, Alo, assalomu alaykum. alayhissalom. Muqaddasxon opa, siz bo'lasizmi? Merhaba. Yaxshimisiz, salomatmisiz? Bezovta qilib qo'ymadikmi sizni? Yo'q, yo'q, o'zim. Avvalambor bugungi qarshi olgan yoshingiz Allohimizga suyukli banda, Rasulimizga chin ummat bo'lgan shukronalik, shodiyona ayyomingiz, tavallud kuningiz muborak bo'lsin. Katta rahmat. Rahmat sizga ham. Allohim in'om etgan har bir kuningiz fayz va barokatlarga to'la bo'lsin. Kaftingizni duoga ochib so'ragan barcha ezgu niyatlaringiz, go'zal istaklaringizga Allohim sizni yetkazsin ilohim. Amin. Ilohim shunday bo'lsin. Ayni damda tabriklar loyihasi kutilmagan qo'ng'iroqlar dasturi orqali siz bilan muloqotda bo'lib turibmiz. Aynan bugun yaqin insonlaringiz sizga atalgan chiroyli tabriknomalarni, go'zal dil izhorlarini bizni loyihamiz orqali siz uchun yo'llab qolishgan ekan. Bir taxmin qilib ko'rasizmi, qaysi qadrdoningiz mana shunday go'zal niyatlarni siz uchun yo'llagan bo'lishlari mumkin? Bizlerim namından da boyuyman. Yana kim bo'lishlari mumkin? Albatta. Albatta, oqibatingizga ko'z tegmasin, zero adashmadingiz. Sizni jondan-da ortiq yaxshi ko'rguvchi, qadrlaguvchi. Bilasizmi, opajonimni hamisha yaxshi ko'raman. Ular dunyodagi eng yaxshi opalar. Ilohim umrlari uzun bo'lsin. Barcha yaqinlar baxtiga hamisha salomat bo'lsinlar deya niyat bildirguvchi singlingiz Sharofatxon opa nomlaridan chiroyli tabriknomalar yetib kelgan ekan. Katta rahmat. Baxtimga sog' yurishsin ulardan. Ilohim aytganingiz kelsin. Ularga qo'shimcha tarzda onajoningiz Rija bebi ona va kuyovingiz Dostonbek akalar ham mana shunday chiroyli go'zal tilaklarga qo'shilib qolishibdi. Agar ijozat bersangiz, mana shu yaqin mehribon insonlaringizni sizga atalgan go'zal tilaklarni o'qib eshittirib bersam, maylimi? Mayli, mayli. Rahmat, tashakkur. Katta rahmat. Rahmat sizga ham qimmatli daqiqalaringizni ajratib bizlarni tinglayotganingiz uchun rahmat. Demak, o'qib eshittirishni boshladim. Assalomu alaykum qadri baland qadrdonimiz. Men uchun eng qadrli insonim. Meni bu dunyodagi farishtam, bebahoyim, dunyolarning nuriga, jannatlarning huriga alishmaydigan mehrligim, mehribon opajonim. Sizni bugungi go'zal kuningiz, shukronalik, shodiyona ayyomingiz bilan chin qalbimizdan samimiy muborakbod etamiz. Sizga Robbim Rahmonimdan dunyodagi eng go'zal, eng chiroyli tilaklarni tilab qolamiz. Ilohim umr joningiz uzun, tana joningiz sog' va salomat bo'lsin. Rizqingizga Allohim fayz va barokatlar bersin. Fayzli, barokatli kunlaringizni safi ko'paygandan ko'payaversin. Allohim doimo sizni o'zi sevgan, o'zi suygan bandalari qatorida siylasin, ardoqlasin. Yaxshilarga hamroh qilsin u yomonlardan yiroq qilsin. Sizni jonim qadar yaxshi ko'raman opajonim. Har bir kuningiz mana shunday shodiyonalarga, shodliklarga lim-molim to'la bo'lsin. Mana shunday baxtiyor kunlarni, unutilmas damlarni oila bag'rida, yaqinlar davrasida yana ko'p bora nishonlamoqlikni yaratgan egam nasib ro'zi aylayversin. Umid qilgan, tilagan har go'zal tilagingiz qarshingizda muhayyo bo'lsin u yaratgan Robbim sizni barcha orzularingizga yetkazsin ilohim. Garchi buni har doim ham ayta olmagan bo'lsam-da, sizdek opam borligidan, sizning singlingiz ekanligimdan hamisha faxrlanaman. Har doim bizga suyanch, tirgak ekanligingiz uchun, yelkadosh, sirdosh bo'lganligingiz uchun, yaxshi yomon kunlarimizda tirgak ekanligingiz uchun, hayotimizda borligingiz uchun, barchasi uchun tashakkurlarimni izhor qilmoqchiman. Sizni bizga tuhfa etgan, sizdek jigar bilan siylagan yaratgan Robbimga shukronalarim, hamd va sanolarim bo'lsin. Hech qachon dard chekmang, kasal bo'lmang. Hech qachon dardlar, armonlar sizga sira yaqin yo'lamasin. Hamisha biz yaqinlar, farzandlaringiz, oila a'zolaringiz baxtiga omon bo'ling. Bahoriy kayfiyat sizni hech qachon tark etmasin. Shodliklaringiz shodiyona kunlaringizga ulanaversin. Boringiz va borligingiz uchun tashakkur. Yana bir bora ayyomingiz muborak bo'lsin. Yanog'ida binafshalar ochiladi. Iforidan rayhon hidi sochiladi. Esga olib ko'zimda yosh tomchiladi. Opalarning eng sarasi mening opam. Bir oh desam hatto jonin fido qilar. Iltijosi yaratganga borib yetar. Kulishlari volidamga o'xshab ketar. Opalarning eng sarasi mening opam deya mana shunday go'zal tilaklar siz uchun ekan.
Katta rahmat sizlarga ham. Xudoyim Allohim shu meni shunday siylab tug'ilgan kunimni e'tiborsiz qoldirmagan. Kuyovimga katta rahmat aytaman, Hojataga, singlim Shofatga, onajonim Rajabbiy onamga umrlari uzoq bo'lsin, mana baxtimga sog'-salomat yursinlar. Sizlar ham shunday shirin tabriklarni yurtdoshlarimizga ulashavergaysizlar. Ko'nglim to'g'ri ko'tarildi, boshim ko'k ketdi. Katta rahmat sizlarga ham. Ilohim aytganingiz kelsin deymiz. Go'zal niyatlar, samimiy suhbat uchun tashakkur aytamiz. Har doim mana shunday yaqinlar ardog'ida bo'lib yurmoqlikdan aslo charchamang deb qolamiz. Ayyomlarni yaxshi o'tkazib oling. Rahmat kattaga. Onamdayin dardkashim bor, yarmidirman olamining. Dilim ochsam dilkashim bor, opajonim opam mening. Siz borki bor nurim ziyon, toraydimi mening dunyom. Mehribonim mehriga yo'q, opajonim opam mening. Opajonim mehribon gulim mening, opajonim mening. Izlasam yo'lim mening, opajonim mehribon gulim mening. Gavharim nurim mening, opajonim opam mening. Ardoqlagan ardog'imsiz, baxtliligim baxchog'imsiz, yupanchig'im panohimsiz, opajonim opam mening. Shukur demam har bir onam, sizdayam bor opajonim. Shirin so'z, shirin zabonim, opajonim opam mening. Opajonim